Ellikqal'a dehqon bozori hududida yangi telefon sim-karta nomli do'kon o'z faoliyatini boshladi. Do'kon ochilish munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ishtirok etgan mehmonlar va faol jamoatchilik vakillari yurtimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xususiy sektorni rivojlantirish borasida yaratilayotgan keng imkoniyatlar, imtiyoz va qulay shart-sharoitlar haqida to'xtalib o'tishdi. Tadbirkor Hamidjon Adambayev faoliyatini dastlab kichik paynet dilerlik punkti sifatida boshlab, yakka tartibda mehnat qilgan. Mehnatsevarlik, izlanish va qat'iyat tufayli bugun o'z faoliyatini kengaytirib, yangi do'kon ochishga muvaffaq bo'ldi. Eng muhimi, mazkur tashabbus orqali 4 ta yangi ish o'rni yaratilib, 4 nafar yosh doimiy ish bilan ta'minlandi. Kelgusida tadbirkor xizmat turlarini yanada kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Aloqa sohasi unga begona emas, chunki uning otasi Narxan Adambayev ham ko'p yillar davomida aloqa sohasida samarali mehnat qilib, o'z tajribasini yosh avlodga o'rgatib kelgan. Tadbirda qatnashganlar yosh tadbirkorga kelgusi faoliyatida omad, baraka va muvaffaqiyatlar tilab, yaxshi niyatlar bilan duo qilindi. Mazkur do'konda aholi uchun zarur bo'lgan barcha turdagi mobil operatorlarning sim-kartalari sotilib, paynet xizmatlari, internetga ulash, mobil aloqa xizmatlari ko'rsatiladi. Shuningdek, zamonaviy talablar asosida jihozlangan do'konda turli rusumdagi telefon apparatlari hamda ular uchun zarur bo'lgan qo'shimcha vositalar, gilamcha, quloqchin, zaryadlagich va boshqa aksessuarlar xaridorlar ixtiyoriga taklif etilmoqda. Aholimizga qulay bo'lsin, ortiqcha ovoragarchiliklar bo'lmasin deb barcha mobil operatorlar xizmat turlarini bir joyda jamladik, deydi tadbirkor Hamidjon Adambayev. Mana bugun biz telefon sim-karta do'konimizning ikkinchi filialini xudo xolasa ochdik. Bu ochilishda bozor ma'muriyati, nuroniylar, yoshlar faol qatnashdi, zo'r ko'tarinki ruhda o'tdi. Bu do'konimizni ochganimizdan keyin 4 ta ish o'rnini yaratdik. Xudo xolasa bundan keyin ham boshqa do'konlar ham ochib, bundan da katta ishchi o'rinlarni yaratish niyatidamiz. Xudo xolasa boshqa viloyatlarda, boshqa rayonlarda shunday ochishlarni niyat qilib qo'yganmiz o'zimizda. Bu do'konimizda har xil turdagi sim-kartalar, hamma kompaniya O'zbekistonda borliki kompaniya bo'lsa, hammasining sim-kartalari bizda mavjud va sotuvda bor, hozir ishlab turibdi. Xudo xolasa bundan keyinchalik bundan da faoliyat turlarimizni kengaytirib, bundan da xalqqa bir joydan, bitta joydan xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'konning aynan dehqon bozori hududida joylashgani esa bozorga keluvchi savdogarlar va xaridorlar uchun yanada qulaylik yaratib, vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi. Yangi telefon sim-karta do'koni faoliyati aholiga sifatli xizmat ko'rsatish, zamonaviy aloqa xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda yoshlar bandligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.